Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Zarzamin, ahli amalaring yaxshimi? Tinchmisizlar, do'stlar? Yaxshimisizlar? Men sizlardan mana shu barcha mana shu hasharga kelgan, bizni qo'llab turgan, poddershiya qilib turgan, musofirda yurgan barcha aka-ukalarimizga mana shu Zarzamin ahli nomidan minnatdorchilik bildiraman. Chunki mana bu hasharda bildilaring sayl bo'lib ketdi. 150 ga yaqin odam keldi. Mana qo'ylar so'yildi, ishlarimiz 4 soatga ado bo'ldi. Do'stlar, hammalaringga mana shu bitta kurak ushlagan insonga ham Zarzamin ahli nomidan minnatdorchilik bildiraman. Boshinglar og'rimasin. Do'stlar, mana shunaqa hasharlar e'lon bo'lib turganda kelib tursalaring, mana shunaqa binolarimiz juda ham tezlikda bitadi. Do'stlar, hozir sizlarga bugun 23-oktyabr yana yangilikni ko'rsatib boraman. Nima ishlar bo'lyapti hashardan keyin hammasini ko'rib boringlar. Do'stlar, laykni bosib, yana videolarimizni tarqatib qo'yinglar. Videolarimiz to mana shu bitgunga qadar chiqib boraveradi. Shuhrat TV YouTube kanalida, Instagramda, TikTokda. Boshinglar og'rimasin do'stlar. Qani ketdik, men sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, mana xudo xohlasa mana betonlar quyildi, mana ichlariga saqich tutagan. Keyinsiga do'stlar, mana bu yerda mana suvlar tashab cho'ktirdik ba'zi joylarini. Ana endi ichiga mana shu 74-yillar akalarim mana shu aytuvdim, mana shu ichini to'lg'ozib beramiz bizning nomimizdan deb 74-yillar mana 55-maktabda 74-lari mana shu yerda mana to'lg'ozib zastavkalarda olib kelib, egizak qanday? To'lg'ozib berishyapti, mana ish boshlangan yana. Mana shu beton baravar bo'ladi, xudo xolasa. Keyin betondan kamina pastroq bo'ladi. Yashkaga bir 10 san tashab, menimcha to'g'rilashadi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mana sekin boshladik yana. Sekin. Rahmat. Egizakjon mana xizmatda. Mana shu proyektlar bitguncha mana Osmat ham aytganlar, bizga mana shu traktorga xizmat bo'lsa, mayli, arzonroq xizmat qilsa ham, lekin to'xtamay xizmatda egizakjon. Assalomu alaykum. Zastavkalar kelib turibdi, mana shu 74lar. Do'stlar, keyinsiga 55-maktabda 11-sinflari qaysi biri A'mi, B'mi bilmadik, 900 so'm pul berganlar. Berishga mana shu 11-sinflar. A'si, 11-A'sini mana shuga 900 so'm mana bizdan hissamizni qo'shaylik deb. Boshlari og'rimasin mana shu ballarni yosh bo'lishiga qaramay, shu qoni qaynab turadigan ballar, gap yo'q amalariga. Mana shu proyektga, mana shu binoga 900 so'm hissalarni qo'shishgan. Do'stlar, keyin 94-yil, 55-maktabda 94-yillari 11-B sinf 11B'lari 3000 so'm pul berishdi. Mana shu binoga yana hissamizni qo'shamiz. Yana biz tayyor turishdi. Boshlari og'rimasin. Do'stlar, mana shularni duo qilib qo'yasizlar. Musofirdagi do'stlar hammalarini shu kommentariyaga duo qilib, yoki mana shu bino haqida kommentariyaga mana savollaring bo'lsa yo'llab qo'yinglar, yozib qo'yinglar. Biz обязательно o'qib chiqamiz. Amalga mana hisobga olamiz. Ba'zi bizga maslahatlaringni hisobga olamiz do'stlar. Shuning uchun bizga ko'p yordamlaring kerak. Mana shu karta raqamni qoldirib o'taman. Karta raqamga обязательно shu fond, Zarzamin fondi bu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz do'stlar? Mana shu. Xudo xohlasa do'stlar, 1-2 kundan keyin katta hashar bo'ladi yana. Hasharga обязательно hammalaringni chorlaymiz yana, xudo xohlasa. Mana shuni usti mana 17 ga 28 kvadratini chiqaringlar, ko'pchilik stiyashka bo'ladi.
Mana bu yerda mana qolgan shag'allar bor, bu buchada bor, bu buchada bor. Xudo olsa shag'allar yana ketadi. Sement kerak bizga. Keyin do'stlar, mana shuni ustiga mana buloq ishga biz qiynalib turibmiz. Mana shu buloq ishga 40 ming so'mga yaqin buloq ish olish kerak, qiynalib turibmiz do'stlar. Yordam qilishni endi so'rab qolamiz. Hammalaring mana yig'ilib, sinfdoshlar mana o'tgan safar aytganimizdek yordam qilinglar do'stlar. Ayni vaqt kelyapti. Xudo olsa mana shundan keyin styajkadan keyin buloq ish ayni объем. Katta sement kerak bizga, buloq ish kerak. Sesma, sedichkalarga polni shag'al, sement hammasi ayni ketadigan pulda ayni ishlatadigan payt keldi. Do'stlar, bundan keyin mana niyat qilgan bo'lsa, shu karta raqamni qo'yib qo'yamiz yoki mana bizlarga murojaat qilinglar. Naqd yig'ib qo'ygan bo'lsa, kartada bo'lmasa murojaat qilinglar. Biz kartaga tashab nomlaringda bir ro'yxatga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, hammalaringga rahmat. Boshlang og'rimasin, bizni kuzatishda davom eting. Mana rais ham kelganlar. Rais nazorat qilib turadilar bular, tez-tez kelib. Soladi mana. Do'stlar, xudo xolasa katta asharda yana qayta aytaman. Esdan chiqolmanglar, biz e'lon qilamiz 1 kun yarim kun oldin. Mana shu styajkaga katta hasharga yana bir jam bo'lamiz do'stlar. Aka-uka farzandlarni jo'natamiz. Mana o'sha kuni katta hasharda hech kim kam bo'lib qolgan yo'q. Xudo xolasa mana bundan keyingi hasharlarni ham ya ba'zi bir shunaqa ob'yomli ishlarni ham hashar bilan qilamiz do'stlar. Mana qaranglar, o'sha kungi videoni ham joylaganman Shuhrat TV YouTube kanalida, katta hasharni qo'yganman. Ko'rmaganlar ko'rib bir like bosib, chiroyli bir fikrlaringni yozib qo'yinglar. Katta hashar bir ko'zga yosh kelayotgan darajada bo'ldi. Bir 150 ga yaqin odam keldi, bir vobshe zo'r bo'ldi. Mana qaranglar, qanchalik hamma xush xursandchiligida. Musofirdagi do'stlar, mana shu Zarzamindan bizni kuzatib turadigan barcha yori do'stlar, boshlang og'rimasin, kuzatishda davom eting. Sizlar uchun yangilikni ko'rsatib boraveraman. Xudo xolasa. Qaranglarda bu yerda bir bu bino faraz qilyapsizlarmi? Bu bino mana krishasi bilan 10 metrmi, 12 metr bo'ladimi, 13 metr bo'ladimi? Bu bino ko'tarilgandan keyin qaranglar qanday narsa paydo bo'ladi bu yerda. Juda ham Zarzaminda obro'si bo'ladi. Juda G'afurov territoriyasida eng katta zal bo'ladi, sport zal bo'ladi. Ko'pchilik kommentariyada so'rab qolishadi-da. Bu bino qayerda bo'lyapti? 55-maktab Zarzaminda mana Tolib polvonda choyxonalarini to'g'risida mana shu bino tushyapti, xudo xolasa. Yangilikni ko'rsatib boraveraman sizlarga. Sizlardan like, poddershka kerak, kommentariyaga chiroyli suhbatlarni yozib qo'yib, videomizni tarqatib qo'yishlaring kerak. Do'stlar, mana Damdama aka kamazlar kelyapti mana. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.